Assalomu alaykum do'stlar. Shu ko'rib turgan Nexia 1'larimiz sotiladi. Bu Nexia 1'imiz 2001-yil. Motorlari Sonus Trambler, motorlar remontdan chiqqan, 4 ayna lyuks knopkada turibdi. Ko'tarib ishlab turibdi knopkalarda. Ichlari koja chexollar kiygizilgan, qimmat xili torpeda chexollar kiygizilgan. Dokumentda propan balonlarda bor. Soz yurib turibdi, propanda da benzinda da yuradi. Hadoylarda yaxshi. Mashina polniy kuzovlarida chirigan, aqqan yeri yo'q. Eldikini butun mashina udari yo'q. Knopkalarda ishlab turibdi. Ichki holatlari probegini kelsak, probega 220 ming yurgan. Buning bahasi 23 million so'm aytilib turibdi. Tikoning pulini berib beramiz. Ko'rib, teshkirtirib olaverasizlar mashinani. Bahasi 23 million so'm. Mashina Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanida turibdi. Do'stlar, kanalda yangi bo'lsanglar obuna bo'linglar, bir like bosishni unutmanglar. Bundan ham arzon mashinalar qo'yishda davom etamiz.